Qo'rqma. Javlon Jovliyev tomonidan yozilgan mashhur roman bo'lib, unda jadid yoshlarining fojiali taqdiri va bugungi avlod muammolari yoritiladi. 1920-yillar Turkiston. Yuragida vatan dardi bilan yashagan bir guruh yoshlar Germaniyaga o'qishga ketadi. Ularning maqsadi oddiy emas edi. Ilm olib qaytish, millatni uyg'otish, xalqni zulmatdan olib chiqish. Ammo ularni oldinda tahsil emas, sinov kutardi. Qo'rquv, xiyonat, sotqinlik, siyosiy bosim va parchalangan taqdirlar. Qo'rqma. Bu shunchaki roman emas. Bu unutilgan avlodning faryodi. Bu jadidlarning armoni. Bu bugungi yoshlar uchun yozilgan ogohlantirish. Javlon Jovliyev o'tmish bilan bugunni bir ipga bog'laydi. Kecha Germaniyada o'qigan yoshlarning taqdiri bugungi avlod hayotida davom etayotganini ko'rsatadi. Nega ilmli insonlardan qo'rqishadi? Nega haqiqat aytilganda sukut boshlanadi? Nega ayrimlar yashash uchun vijdonini sotadi? Bu savollarga javobni qo'rqmadan topasiz. Ba'zi kitoblar o'qiladi, ba'zilari esa yurakka mixlanib qoladi. Qo'rqma ana shunday asarlardandir. Asarni o'qir ekansiz, siz muhabbatni ham his qilasiz, nafratni ham, umidni ham va eng achinarlisi haqiqatni ham. Qo'rqma, chunki qo'rquv insonni tirik holda o'ldiradi. Aziz kitobxon, ushbu asarni bir marotaba bo'lsa ham o'qib chiqishingizga tavsiya etib qolamiz.